Bu videoni bizlardan kamchilik qidiradiganlar ko'rmasin. Sport haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'laman degan insonlar uchun ovunmiz. Oldi qo'lini ushab oladi. Tekis qattiq. Nima uchun? Eng ko'p nokaut shu tarafdan bo'ladi. Sababi oldi qo'lni cho'zib olsa, men uradigan bo'lsam, bunga qattiq tegadi. Ko'pchilik shu yerdan uradi. Ozgina o'ngga aylantirib, mana shu yerdan urib qoladi. O'shaning uchun buni qattiq ushab oladi. Uppercut. Qo'lni nima uchun oldi qo'lni qo'yib uryapmiz? Sababi oldinga cho'zib urish uchun. Ko'pchilik mayda mana yaqin urib qo'yadi, sababi tegmay qoladi bu. Oldinga cho'zgan zarba qattiq tegadi. Uppercut cho'zib ursanglar, точно nokaut bo'ladi. Uyda sherigalarni olasizlar. Keyin primoy. Qo'lini ustidan. Bu nima uchun? O'sha oldi qo'lini cho'zib oladigan odamlarga qo'lini ustidan urish uchun. Mana. Bakover. Ozgina xatolari bor, o'z ustida ishlayapti. Yanada ko'proq sport haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun obuna bo'ling.